Moskva va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agarda siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib olaman desangiz, sizlarga Lochin Trans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva, Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, migratsion kartasini yangilash uchun chegaraga borib kelish va O'zbekistonning barcha viloyatlariga katta kichik yuklarni jo'natish xizmatlarini ko'rsatadi. Xizmatlar arzon, qulay va 100% ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Barchangizga assalomu alaykum. Tarixdan soqol erkak kishining jasorati, kuchi, aqli va erkaklik ramzi ekanligi haqida hammaga ma'lum. Bundan tashqari soqol qo'yish sunnat ekanligini barchamiz albatta bilsak kerak. Hozirda ayrim kishilar sunnatga amal qilgan holda soqol o'stirsa, ba'zi kishilar soqol yoqqani uchun va uni xohlagani uchun qo'yishadi. Albatta chiroyli o'stirilib, parvarishlab kelingan soqol erkak kishiga jamiyatda unga nisbatan jiddiyroq munosabat qaratilishiga undaydi. Shuning uchun ko'pchilik nufuzli odamlar, blogerlar, sport, show biznes yulduzlari turli xil ko'rinishdagi soqollarni qo'yib yurishadi. Lekin asosiy muammo shundaki, ayrim erkaklarda qaysidir sabablarga ko'ra soqol o'smasligi yoki kam o'sishi kuzatiladi. Shuning uchun tomoshabinlar talablariga binoan bu mavzu yuzasidan men internetdagi ma'lumotlarni o'rganib chiqdim. Demak, bugungi mavzuyimiz qanday qilib soqol o'stirish va uni nima uchun o'smasligi haqida bo'ladi. Har doimdek siz bilan UzFakt, qani bo'lmasam boshladik. Darhaqiqat, ba'zi odamlar yuzda qalin soqoli bo'lib, ular tekis taqsimlangan bo'ladi. Boshqalarda esa soqol ozgina, o'tda, betda yoki umuman chiqmaganini ko'rishimiz mumkin. Bu nima? Nega bunday? Vaziyatni qanday o'zgartirish mumkin? Shu savollarga hozir men javob berishga urinib ko'raman. Keling, oldin yigit kishining qaysi yoshida yuzida tuklar o'sishi haqida boshlaymiz. Yuzda soqol o'sishi odatda ko'pchilikda balog'at yoshida boshlanadi. Ya'ni yigitlarning birinchi tuklari asosan o'smirlikning 13-16 yoshida paydo bo'ladi. Tananing faol rivojlanishi bilan testosteron ta'siri ostida tuklar nafaqat yuzda, balki qo'ltiq, oyoq, ko'krak va boshqa joylarda o'sa boshlaydi. Bu balog'atga yetishning normal va tabiiy jarayoni, ya'ni yosh bolani erkak kishiga aylanishidir. Bundan tashqari bu yerda irsiyat katta rol o'ynaydi. Chunki gormonal fon darajasi va uni organizmga qanday ta'sir ko'rsatishi embrionlik paytidan DNK hujayralariga kiritilgan bo'ladi. Ya'ni onaning homilasini o'zidayoq hujayralarda bu bolaning soqoli 14 yoshda boshlaydi degan informatsiya kiritilgan bo'ladi. Bu informatsiya ota yoki onaning erkak urug'laridan o'tadi. Shunday qilib, agar sizning ota-bobolaringizning soqoli 25 yoshda chiqqan bo'lsa, sizda ham soqol shu yoshlarda paydo bo'lishi ehtimoli katta. Bu yerda ota va onaning kimni geni kuchli ekanligi ham asosiy faktor bo'ladi. Misol uchun, ona taraf erkaklarning soqoli kam, lekin otaning hamma urug'lari soqolli bo'lsa-yu, ammo sizda soqol misol uchun 20 yoshingizda hali chiqmagan bo'lsa, demak bu sizda ona tarafning genlari ko'proq ekanligi haqida dalolat berishi mumkin. Ana endi keling deylik, qarindoshlar bilan muammolar yo'q va ularning hammasini soqollari joyida bo'lsa, yana qanday sabablarga ko'ra soqol o'smasligi mumkin? Soqol o'sishga to'sqinchilik qiladigan muammolar. Soqolning qalinligi va uning o'sish tezligi barcha odamlarning soch follikulolarining miqdoriga bog'liq. Bu ayollarga ham, erkaklarga ham tegishli. Testosteron gormoni ta'siri ostida yuzdagi tuklar qattiq, to'q rangli va qalin bo'ladi. Agar qaysidir sabablarga ko'ra odamda bu gormonal fon buzilgan bo'lsa, ayollarda soqol o'sishi, erkaklarda esa aksincha o'smaslik sababi bo'lishi mumkin. Ushbu muammo tanada testosteron yetishmovchiligi bilan bog'liq va gormonal kasalliklar haqida signaldir. Yuz tuklarining o'smasligining yana bir sababi sochlar follikulolarining travmasidir. Misol uchun bu kimyoviy kuyish, kuchli quyoshdan kuyish yoki yuz terining shikastlanishi bo'lishi mumkin. Bu muammo bilan kurashish afsuski juda ham qiyin hisoblanadi, chunki odatda o'lgan follikulolarni qayta tiklab bo'lmaydi. Ratsiondagi ozuqaviy, ya'ni oqsillar va mineral moddalarning yetishmasligi juda keng tarqalgan omil. Bu tufayli ham soch soqollar o'smasligi mumkin. Bu muammoni odatda tuzatish oson. Buning uchun umumiy qon testini topshirish kerak. Qon tahliliga qarab siz o'zingizga yetishmagan moddalarni vitamin va mineral qo'shimchalar bilan to'ldirishingiz mumkin. Soch va soqollarni o'sishi uchun esa eng asosiysi B guruh vitaminlari hisoblanadi. Shunday qilib keling, barcha mumkin bo'lgan muammolarni umumlashtiraylik. Noto'g'ri oziqlanish, vitaminlar, stress holatlari, tuklarning follikulolarining jarohatlanishi yoki kuyishi, irsiy faktor, gormonal buzilish, organizmda testosteron yetishmasligi.
Bu muammolarning ikkitasini osonlikcha to'g'rilash mumkin. Qon topshirib yetmagan vitaminlarni ichish, stress holatlaridan o'zini asrash, gormonal buzilishlarni maxsus preparatlar yordamida to'g'rilash. Afsuski, genetik muammolari bor kishilarga hech qaysi turdagi preparat va dori vositalari yordam bermaydi. Faqatgina zamonaviy meditsina, ya'ni qimmatbaho soch ektirish operatsiyasi yordam beradi xolos. Qanday qilib soqol o'stirsa bo'ladi? Buning uchun oddiy va samarali vositalar juda ko'p, ammo ularning aksariyati sabr-toqat talab qiladi. Qandaydir natijalarga erishish uchun kamida 3-6 oy talab etilar ekan. Ko'pchilik shifokorlar to'g'ri ovqatlanish zarur deb hisoblashadi. Soch, soqol o'sishi uchun ovqat ratsionida kalsiy va oqsilga boy mahsulotlar bo'lishi, baliq, go'sht, tuxum, suli, bug'doy va shularga qo'shimcha tarzda B vitaminini ham qabul qilish kerak ekan. Agar soqol o'sishi gormonal fonda bo'lsa, u holda to'liq tekshiruvdan o'tib, qalqonsimon bez, ya'ni bo'qoqqa tahlil topshirishingiz kerak. Tahlil natijalaridan keyin shifokor sizga kerakli gormonlarni joyiga tushiruvchi dorilarni tavsiya qiladi. Ularni to'liq qabul qilganingizdan so'ng soqollaringiz sekin-sekin paydo bo'la boshlaydi. Tananing stress holatida bo'lishi ba'zida soqolning sekin o'sishi va tuklarning follikullarini yetishmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Uyqusizlik, yomon ekologiya va zararli odatlar sog'lig'ingizga katta ta'sir qiladi. Salomatlikni tiklash uchun birinchi navbatda hayotingizni to'g'ri jadvalini tuzib oling. Tez-tez toza havoda sayr qilish, 7-8 soatlik uyquni kanda qilmaslik, asabni tinchlantiruvchi o'tlar, moychechak va limon o't, ya'ni melisa choylarini damlab ichishga tavsiya etiladi. Xalq tabobati. Ba'zida xalq tabobatidan ham voz kechish kerak emas ekan. Juda ko'p tabiiy mahsulotlar dorixonadagi qimmat dorilardan qolishmaydi. Ularni topish esa juda ham oson. Keling birgalikda ular haqida bilib olamiz. Piyoz sharbati erkaklar va ayollar uchun ham kam sochlikka qarshi samarali vosita hisoblanadi. U isitish ta'siriga ega bo'lib, qon aylanishini yaxshilashi oqibatida uxlab yotgan soch ildizlarini o'sishiga yordam beradi. Uni o'qalash yo'llari bilan yanoq, jag'lar yoki boshga kuniga 2 marta surish kerak bo'ladi va taxminan 1-3 oydan so'ng siz birinchi natijani sezishingiz mumkin. Har xil turdagi yog'larni soqol va sochlar uchun foydali xususiyatlari Sharqda 500 yildan ko'proq vaqt oldin ma'lum bo'lgan. Qora sedana yog'i, yalpiz, lavanda, limon, dolchin va chinnigul yog'lari soqol o'sishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Ammo Yunon yong'oq yog'ini yuzga surish tavsiya etilmaydi. Unda soch soqolning o'sishiga to'sqinlik qiladigan xususiyati mavjud. Qadimgi Yunon ayollari yong'oq sharbati va yong'oqdan depilyatsiya sifatida foydalanishgan ekan. Efir yog'larni ishlatishdan oldin ularni oddiy kosmetik yog'lar bilan aralashtirish lozim. 1 choy qoshiq kosmetik yog'ga 3-4 tomchi efir moyi qo'shiladi va yuzga kuniga 2 mahal yuvingandan so'ng uqalash harakatlari bilan suriladi. Agar xalq tabobati sizga to'g'ri kelmasa, unda keling dorixonalarda soch o'stiruvchi dorilar bilan tanishib olamiz. Demak, qanday dorilar soqol o'stirishga yordam beradi? Soch va soqollarning o'sishini faollashtiruvchi eng tanilgan dori vosita bu Kirkland kompaniyasining Minoxidil dori vositasi hisoblanadi. Minoxidil sochlarning o'sishini rag'batlantiruvchi kosmetikadir. Bu preparat soch yoki soqol o'sishi kerak bo'lgan joylarga suriladi. U sochlar yo'qolishini sekinlashtiradi. Bundan tashqari Minoxidil yangi soch o'sishini tezlashtirish xususiyatlariga ega. Minoxidil odatda organizmda yaxshi qabul qilinadi va nojo'ya ta'sirlarni ko'rsatmaydi. Lekin kamdan-kam hollarda qichima, kuydirishlar, qizarishlar va tananing boshqa sohalarida tuk o'sishi kuzatilishi mumkin. Bu holda davolanishni to'xtatish va darhol shifokor bilan maslahatlashish lozim. Boshqa dori vositalari haqida aytadigan bo'lsak, ularning soni va turlari juda ham ko'p. Lekin soqol o'stirish, ya'ni yangi tuklarni o'sishini faollashtirish uchun dori vositalari minoxidil, minoxidin, stemaxidin, aminoxil va linoxidil moddalardan birini o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, agar kuchli xohish bo'lsa, soqolingizni o'stirish ilojisi bor. Xalq tabobati yordamidan yoki dori vositalaridan foydalanasizmi? Bu sizga bog'liq. Eng asosiysi ularni to'g'ri tanlash kerak. Bundan tashqari gormonal tekshiruvni va shifokor bilan maslahatlashishni unutmang, chunki soqolning yomon o'sishi tanada jiddiy muammolar borligi haqida signal bo'lishi mumkin.
Mana aziz do'stlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Siz bilan UzFakt edi. Kelasi videoda ko'rishguncha, xayr.